onama halol prank atamiz. Videoni oxiridan ko'ring, reaksiyalari nechik bo'ladi ekan. Xo'sh, Aybo keyin chiqdingizmi? Xo'sh, Aybo chiqdingizmi? Yo'q, nim xo'shaysiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sen yaxshimi? Sog'lig'ing yaxshimi? Keling, qani ishida. Basharamni ko'rsatma desam. Oho. Bu Honordan telefon reklamachim kerak edi-ku. Aytib berib berdim-ku. Yaxshi ideya o'lolmadim-da uncha. Ha, okey. Shunga hozir o'zi siz telefonimni almashtirib berasiz-ku. Almashtirib beraman uni ham, xudo xolosa tez. Rostdan ham. Rostdan ham almashtirib beraman hali. Prosta hozir lekin sizga podarka etganim bo'laman. Siz so'nib bersangiz bo'ldi-da. Nima so'naman, nima deyin? Короче, mening bo'ladi. Tushuntirib o'tiraman-da, siz shunday deb, keyin bardachokda siz bir narsa ko'p olib berib bering deyman. Keyin men ochasizdan, "Ha, telefonmi? O'rangamiz zo'r ekan buni" deysizdan. Siz aldim deyaptim, so'nib berasizdan. Keyin o'zi qisqa bo'lishi kerak lekin. Siz yaxshimisiz? Yaxshi. Asl bardachok ochib bering siz uchun bir narsa qo'yman. O, telefonmi? Telefon toza chiqqan Honor X9D degan. Mangami? Rangi nechik? Nada yaxshi. Yaktomasiz? Qani. Telefon X9 degan Honor. Batareykasi 8300. 8300 mos, tushuntiribmisiz? 360 himoya, 2,5 metrdan tushib ketsam chidamli. IP69. Aynan menga kerak. Bemalol suvda ishlatsangiz bo'ladi, hazzat suvda ishlatsangiz bo'ladi. Keyin ham men siz nereyi chiqaraman qo'ying. Qo'lingiz yetmaydigan yerdan bo'lsam, uzoqroqda bo'lsam, to'g'ri ish telefon olib turib, zingsazam chidamli. Sveti zo'r ekanlik, yoqdimi? Rahmat balam. Salomat bo'ling, yaxshi bo'lsin, topganingga barakat bersin. Xudoyim hamisha Alloh singlab yurgizsin seni. Rahmat jonim. Sog' bo'lsin. Endi birozdan siz ham yana. Ha? Rostmi? Yo, video tamom bo'ldi. Ya, tamom bo'ldi. Prank edi biz. Ha, rostmi? Rostib berding menga. Ona, sizga rahmat. Shunchaki borligingiz uchun rahmat. Hayotimdagi eng qiyin vaziyatlarda men bilan birga bo'lganingiz uchun, doim meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Siz oilamizdagi eng so'nggi pullarni ham qo'rqmasdan men uchun sarfladingiz. Siz doim meni kelajagim yaxshi bo'lishini istadingiz. Doim menga yordam berdingiz. Men shuning uchun ham sizni yaxshi ko'raman.